Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz ancha oldin boshlagan cho'zganmiz. Ishlagan kunimiz hech qancha emas, yurgan kunimiz ancha bo'lib ketdi. Birinchi kelganimiz adashmasam 9 yoki 10-marta kelganmiz. Kelganimizda qor yoqqan. 2-3 kun yotganmiz. 20-martda hayit bo'lgan, uyga ketdik. Oradan ancha o'tkazib yana keldik. 19-aprelda kelganmiz. 9-aprelda kelganmiz. 20-martda ketib 9-aprelda kelganmiz. 2 kun ishlab oldi qolganda bu yerda bitirib. Bugun sana nechi? 17mi 18mi? 2 kun ishlab qolganda ish kutib yotdik. Biz kelganimizda mana bu devorlar yo'q edi, zaborlar. Alkabon qildik, turbalarni qo'ydik, slipni qo'ydik. Mana orqalar, yonlari, orqalari. İşletgan listimiz 43ta list ishlatmiz. Bugun 18 ekan, 18-aprel. Taksi kutyapmiz. Qozog'iston Belod degan joyda edik. Bu yerda ish bo'lmadi, endi Qizilo'rdaga ketyapmiz. Qizilo'rda oblasga. Taksida 5-6 soatlik yo'l menimcha.